Assalomu alaykum, hurmatli YouTube muxlislari. Bugun Xudo xolisa sanamiz 2 dekabr. Ikkinchi va oxirgi marta BPN ampulasi beramiz. 12,5%lisi 1 milligram bo'ladi bitta ampulada. Buni tayyorlaymiz qanday? Bu 2 litr mana iliq, qo'l kuyar kuymas darajada issiq suv, sovutib qaynatilgan suvni sovutib, ilitib, shunga tayyorlab qo'shamiz. Hozir jarayonni ko'rsatib boraman. Bu BPN qo'shilgan suvimiz mana rangi o'zgardi. Oq rangga kiradi. Shaffof suvimiz. Endi hozir buni asalariga Xudo xolisa sekin-astalik bilan sepib berib chiqamiz. Buni ham qisqacha videoda bir ko'rsatib qo'yib qo'yaman.